Qo'lingizga telefonda necha yurib syomka etishni bilmasangiz, hozir buni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Keyin ahvoldan boshlaymiz. Birinchi navbatda telefonni giryamizda obyektiv siyirish kerak, dog'ini. Keyin setkani yoqamiz. Setkani nishab yoqishda birinchi avvalgi darsda aytib o'tganman. Undan keyin yana telefonni olamiz. Masalan, o'sha obyektni oladigan bo'lsak, biz setkani o'rtasidan doğrulab olamiz. Doğrulagandan keyin oyoqlarni to'g'ri qo'yish kerak. Buning uchun oyoqni bir sal tashlaganimizdan keyin sal dizni buklaymiz ozgina. Чтобы yurgan vaqtimda telefonni qaltirashini kamaytirish uchun. Doğrulab oldik, yana 1-2 ta qo'ydim. Zapisni bosamizdan keyin dizni buklab yana shuni yuramiz. Mana. Keyin o'chiramiz. Yurishda qonun qoidasi yurgan vaqtingizda iloji boricha yelkangizni darpamaslik kerak. Shunda kadrlarınız nisbatan tekis chiqadi. İkinci usuli aylanib yurish, ya'ni davrakda aylanish deb aytiladi. Bunun uchun nishab olinadi. Masalan, yine bana durdum. Şu obyektga qarataman telefonini. Zapisni bosdim. Yana yurisiz, qo'lingizni burib borasiz chapyon tarafa. Qo'lni chapyon tarafa burasiz. O'zingiz aylanib ketmaysiz, ya'ni gövda bunday aylanib ketishi mumkin emas. To'g'ri ketaverasiz. Hamisha oyoqni dizni buklab yurish kerak. Keyingisi aylantirib yurish. Buni chiqadi. Masalan, yana telefonni 45 gradusga buramiz. Zapisni bosdik va ketdik. Telefonni aylantirib tekis yuramiz. O'chiramiz. Yurishlarni yaxshi o'rganish uchun kundan mashq etishingiz kerak. Buni hech qachon bir marta yurgan bilan o'rganib ketib bo'lmaydi. Shuning uchun vaqt talab etadi. Sabr bilan kundan oz-ozdan mashq etsangiz, o'sha organizmingiz shuna moslashib ko'nikma hosil bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishdan chiqmasin. Videoni danishlaringizga yo'l qo'ying.